Yana nimaga benzin kelmayapti? Havo ham isib ketdi. Doim shunaqa ahvol. Havo isidi deguncha benzin kelmay qoladi. Bu havo isishi bilan ko'pchilikda uchraydigan muammo. Sababi nimada deb o'ylaysiz? Keling, hozir shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda benzokolonka nasoslarini tekshirib, filtr tozaligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Ko'pchilik muammosi oddiy bitta klapan bilan hal bo'lishi mumkin, chunki benzokolonkaning pastki qismiga obratni klapan qo'yilmagan bo'ladi yoki rezervuar yomkisining oldiga shunga o'xshagan obratni klapanlardan qo'yiladi. Shu yoki yana boshqacha yomkisining ichiga turadigan mana shunga o'xshash obratni klapanlardan foydalanilsa agar havo issiq kunlarda ham yaxshi natija ko'rsatishi mumkin. Benzokolonkalarda ishlatiladigan klapan nima vazifani bajaradi? Bu qurilma yoqilg'i tizimining eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Klapan yoqilg'ining quvur orqali xavfsiz va nazorat ostida oqishini ta'minlaydi. Yoqilg'i oqimini boshqaradi, bosimni me'yorda ushlab turadi. Sizib chiqishlarning oldini oladi va xavfsizlik darajasini oshiradi. Texnik xizmat vaqtida quvurni tezroq yopish imkonini ham beradi. Zamonaviy benzokolonkalarda aynan shunday mustahkam va ishonchli klapanlardan foydalaniladi. Kichik detal bo'lishiga qaramay, butun yoqilg'i tizimining xavfsiz ishlashiga katta rol o'ynaydi. Agarda sizga ham shunaqa klapan va zapravka uskunalari kerak bo'lsa, barchangizni Aziz Marketda kutib qolamiz.